Koronavirus pandemiyasining iqtisodga salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida 2020-yilning mart oyida Moliya vazirligi huzurida tashkil etilgan Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi 2021-yil 1-yanvardan tugatiladi. Bu haqda davlatimiz rahbarining 2021-yil uchun davlat byudjetining ijrosi to'g'risidagi qarorida so'z yuritilgan. Jamg'armadagi o'zlashtirilmagan va qoldiq mablag'lar davlat byudjetiga o'tkaziladi. 2021-yilda koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlari davlat byudjetida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish va vaksina sotib olish xarajatlari doirasida moliyalashtiriladi. Eslatib o'tamiz, Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasidagi mablag'lar miqdori boshida 10 trillion so'mga teng edi. Ushbu mablag'lar koronavirusga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirishga, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga va ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan edi. Davlatimiz rahbari 29-dekabr kuni parlament va xalqqa yo'llagan murojaatnomasida ma'lum qilganidek, Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasiga umumiy hisobda 16 trillion so'm yo'naltirilgan.